Zakirova, qo'lingni to'g'ri qilib o'tir. Nimaga shu ustoz senga yopishib olgan? Sani kelin qilmoqchi bo'lgan o'qituvching. Mana mana shu qizga seni uylantirmoqchiman. Qo'ying, oyi, o'zi tanimagan qizingizga meni uylantirmoqchimisiz? O'quvchim 2 yildan keyin maktab bitiradi, zato o'zim kontrolga olganman, yo'q qo'ymaysan. Hamma o'g'il bola, qiz bola o'tirasan, sen bu bilan o'tirasan, sen Ravshan bilan o'tirasan, Zakirova sen o'zing o'tirasan. Zakirova nima qilib ketdi? Norin. Ha, yaxshi tishlari ham yaxshilab o'rgatgan o'qituvchisi. Zakirovaga 3 qo'yib yuborasiz, tozi. To'rga tortadi-ku. Hozir unga yaxshi baho qo'yadigan bo'lsangiz, o'qishga qiziqib qoladi. Instiga kiraman deydi. Menga unaqa qiz kerak emas. Men o'zim kelin qilmoqchiman. Ana yuziga ham 3 qo'ydirib qo'yaman. Qo'yib yuborsizchi? Zakirova, doskaga chiqing. O'zbekiston madaniyati juda ham qadimiy tarixga borib taqaladi. Qadriyatlarimiz Boshini yurarkan yaxshi. Bu meni o'g'lim Iskender Buildings'da yangi mezbon loyihasidan uyagan. Aytmoqchi bo'lganim, kimni kelin qilsam alohida chiqara olaman deydi Zakirova. Zakirova, sen qolasan. Voy, ustoz nima ish qildimi? Hamma bola ketvasin, keyin ketirasan. O'g'lim rashk qiladi. Zebo, maktabimizgacha sovchilik kelishibdi. Sen sinfingni so'rashyapti. Yo'q, qani yuringchi? Mana qiz qanaqa? Juda yaxshi oiladan to'g'ri tanlov. Bunisi-chi? Bu ham rosa odobli, aqlli qiz. Bunisi-chi? Yo'q, buni kelin qilmaydi. Tishini yuvmasdan keladi. Maktabga hamma bolalar bilan gaplashtirishgan. Qo'rovlarga ham qolmaganlar. O'zida maslahat yeydi. Hamma damaschilar bilan gaplashgan. Umuman buni kelin qilmaylar. Astag'firullah. Kim shu qizni kelin qilar ekan? Hattoki tishini ham yumasa ekan bu. Voy, nima hamma meni yomonlab ketyapti? Endi meni kim kelin qiladi? Xafa bo'lma qizim, men seni kelin qilaman. Rosa kelin qilasizmi? Men kelin qilmasam seni hech kim kelin qilmaydi, bilib qo'y. Chimildiqdan mo'ralaman